987. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. O'tganda gapimiz cho'loq qolib ketdi, chiqarib yubordingiz. Aka kelishib olaylik. Misol uchun siz berayotgan savolga oyat, hadis, sahobalarning fahmi bilan javob berayotganini qabul qiladigan bo'ling. Mana shuni siz ham biz ham qabul qilishligimiz shartmi yoki shart emasmi? Shart. Shart. Tamam. Siz aqa-baqa aylantirmangda, haligi tavil qilib yoki bo'lmasa bir filosofiya aralashtirib ish qilmaylik. Bitta masalada bir hukmda Alloh taolo mana buni harom dedi. Xo'p, harom deganligi dalil desa, dalil Alloh taoloning mana bu so'zi. Sahobalar shu oyatni shunaqa tushungan. Payg'ambar alayhisalom mana bunaqa degan deb turib, ashim bilan cheklanalik, ishimiz tez va qulay bitadi. Mana bunda haqiqiy biz inshaalloh Alloh taolodan umid qilamiz. Haqiqiy shu Qur'on sunnatga ergashgan sahobalarni yo'lida bo'lishlikka harakat qilgan bo'lamiz. Bo'ldi. Gapiring aka, sizni gapingizni ishlaymiz inshaalloh. Bu yerda bunday masala. O'tganda gap cho'loq qolib ketib qoldik. Men aslida bu yerda boyagi zon yaqin degan narsani boshqa narsaga misol keltirayotgandim. Temadan almashib ketdik. U yerdagi zon yaqin degan masala bu keyingi mutaaxir Hanafiylar, Shofiylar ular bu narsani qo'llanadi. Boyagi fiqh usulida qo'llanadi. Men u yerda ham Ash'ariyman yoki Maturidiyman degan emasman. Maturidi Ash'arilar shunaqa qo'llanadi dedim. Ya'ni shunaqa qo'llanadi degan sen shunaqasan degan emas. Men toza Abu Hanifaning mazhabidaman. Abu Hanifaning e'tiqodda ham, fiqhda ham mazhabidaman. Men Maturidi kitobini o'qigan emasman. Ash'ari kitobini ham o'qigan emasman. Shuning uchun o'qimagan olimning kitobini men shuning mazhabidaman deb ayta olmayman. Tushunarli aka? Tamam. Aka sizni tushundik. Endi boyagi bizning chala qolgan gapimiz bor edi namoz haqida. Namoz o'qimagan kofir deb kim aytdi dedim. U kishi boyagi masalakum fi saqor degan oyatdan dalil keltirib mana deyapti. Lekin u yerda kofir degan so'z yo'q. Ya'ni namoz o'qimagan kofir deb oyatda aytilmagan. Shu narsa haqida Abu Marakadan so'rayapman. Abu Maraka javob bersin, keyin men u kishining savoliga javob beray. Shunaqa qilib navbat bilan gaplashaylik. Xo'p, aka sizni tushundim. Bitta narsani aytib qo'yay. Hozir qarang. Shu namoz o'qimagan insonni kofir ekanligi haqida bitta hadis keltirsa, o'shanga dalolat qiladigan oyat keltirsa, sahobalarni shu masaladagi hukmini, ya'ni ittifoq qilgan sahobalarning so'zini keltirishligini o'zi kifoya qiladi-a? Hadisni hadis bilan tushunamiz. Agar u hadis sarohatan namoz o'qimagan kofir deyotgan bo'lsa, tushunamiz. Lekin uni biz qarang, bu narsani kelishib olaylik. Oyatni bunaqa degan, hadisni bunaqa degan bilan masala yechilmaydi. Oyatni, hadisni sahobalar, tobiinlar, Abu Hanifa, Imom Shofiy, Imom Ahmad, Imom Malik bular qanaqa tushundi? Yo, to'xta. Shularning tushunishi bilan tushunamiz. Chunki oyatdan qaragan bo'lsak, oyat bir-biriga zid kelib qolganga o'xshaydi. Bir yerda Yo, unaqa bo'lmaydi inshaalloh. Qarang, aka sizga boshida aytdim. Hozir mana shu benamoz haqida gaplashiladigan bo'lsa, sizga aytdim, sahobalar o'sha narsaga ittifoq qilgan bo'lsa, biz o'shan bilan cheklanishligimizni o'zi kifoya qilmaydimi? Imenda shu Abu Hanifaga, Imom Shofiyga, Imom Malikka o'chligimiz kerakmi? Alloh taolo bizga ertaga nimaga Abu Hanifaga yoki Imom Shofiyga ergashmading deb so'raydimi? Yoki bo'lmasa Qur'onga qanaqa ijobat qilding, payg'ambarga qanaqa itoat qilding, sahobalarning yo'liga, sahobalardan ham so'ramaydi. Illoki shu ikkita narsadan so'raydi Alloh taolo. Qur'on kitob, Muhammad sallallohu alayhi vasallam. To'g'rimi? Shuning uchun bitta oyat yoki hadis, u oyat hadislarni sahobalar qandoq tushungan bo'lsa, biz mana shu bilan cheklanishligimizni o'zi yetarli bo'ladimi yoki yetarli bo'lmaydimi? Agar sahobalar namoz o'qimagan kofir deb ittifoq qilgan bo'lsa, yetarli. Tamam bo'ldi. Mana shunga sizga bo'lmasa Abu Marakaga bilan gaplashaylik. Abu Maraka mana shu masalaga sizga dalil hujjat olib kelsin. Keyin dalil hujjat olib kela olsa, keyin siz bunga sahobalar kofir demagan, ya'ni namoz o'qimasa ham musulmon bo'laveradi degan yoki sahih, sarih bitta hujjat taqdim qilasiz. Oyat yoki hadis yoki sahobalarning qavli. Kelishdimi? Oyat, hadis agar sahobalar ittifoq qilgan bo'lsa, sahobalar bilan cheklanamiz. Sahobalardan unaqa rivoyat yo'q bo'lsa, unga tobiinlarga tushamiz. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam maqtagan 3 asrga. Namoz masalasi sahobalar bilan o'zi hukmi yetarli. Shuni ashata to'xtaydi. Sahobalardan baqa o'tishlik shart emas. Chunki agar bir masalada bir dalil hujjat bo'lmasa, oyat bo'lmasa, hadis bo'lmasa, sahobalarning davrida bo'lmagan bo'lsa, keyin bu yoqqa o'tiladi. Ya'ni qiyos masalasi. Qiyos masalasi asl hukm bo'lgan narsaga qiyos qilishlik. Mana shu bilan to'xtaymiz. Lekin bizning masala namoz masalasi oyat bo'lsa, hadis bo'lsa, sahobalarning davrida shu masalaga yechim chiqqan bo'lsa, tamom, mana shu sahobalarning qavli bilan ular aytgan narsa bilan cheklanamiz. Hozir sizga aytdim, mana shu sahobalar bunga o'sha masalaga yechim aytgan bo'lsa, tamom, mana shu yerda cheklanamiz biz desam, o'zingiz boshda xo'p dedingiz. Endi boshqa narsaga o'tmaylik. O'tmaymiz. Shart shu sahobalarning aytgan gapi sahih yo'l bilan kelish kerak. Sahih sanad bilan. O'sha sahih sanad bilan olib kelsa bo'ldimi, olasizmi? Bo'ldi. Sahih sanad degan tushuntirib bering, nima ekan sahih sanad degan? Tushunyapsizmi aslida? Sahih sanad nima degani? Aka, hozir siz bilan biz sahih sanadni hozir bu yerda yechadigan bo'lsak, 1 soat sahih sanadni yechishligimiz kerak-da. Men ozgina aytib beraymi-da. Yo'q, ozgina qarang, to'xtab turing. Yo'q, to'xtab turing. Men so'zmayman. Aka, to'xtang. So'zmayman. Agar siz aytayotgan
aka eshitdingda, siz aytayotgan agar sahih sanatda hozir bu yerda biz dalillar hujjatlaydigan bo'lsak, biz vaqtimiz yetmaydi. U roviyni tekshiramiz, kimlar qaysi olimlar nima degan, uni tekshirishligimiz kerak. Bizga ancha vaqt kerak bo'ladi bu yerda aka. Bir minut gapni eshiting. Misol uchun qarang. Tafsir kitoblarini ochganda Ibn Abbos bunday dedi, Ibn Umar bunday dedi deb aytadi, to'g'rimi? Ana shu bilan asha yetarli bo'ladi inshaalloh. Qarang, tushuning, eshitib oling. Agar Ibn Abbos bunaqa dedi, Ibn Umar bunaqa dedi deb, lekin misol qarang, Imom Tabariy yoki Imom Ibn Kasir yoki Imom Bag'aviy Ibn Abbos bunaqa dedi deb aytadigan bo'lsa, lekin orasida sepishga bo'lmaydigan bo'lsa, bu sahih rivoyat bo'lmaydi. Sahih rivoyat degani Ibn Abbosdan Imom Qurtubiygacha, Ibn Abbosdan Ibn Kasirgacha, Ibn Abbosdan Imom Tabariygacha muttasil bo'lib kelish kerak. Misol uchun Imom Tabariy falonchi Ibn Abbosdan oldi degan o'xshab. Tushundingizmi? Bo'lmasa unaqa gaplar ko'p. Ibn Abbos bunaqa dedi, Ibn Umar bunaqa dedi degan gaplar, unaqa gaplar ko'p. Orasi lekin yo'q sanad. Shuning uchun aytaman, muttasil sanad bilan shu hadisni, shu rivoyatni rivoyat qilgan roviy bilan sahobagacha uzilmagan, orasi kesilmagan bo'lish kerak. Kelishdimi? Sizga o'sha dalillarni o'zi keltirib bersa bo'ldimi? O'shani qabul qilasizmi? Aytaman, muttasil sanad bilan uzilmay, orasi kesilmay borgan bo'lsa qabul qilamiz. Siz ham shuni kelishasizmi? Abu Umar aka. Aka, hozir mana aka o'zi boshda ham eshitgan bo'lsangiz, oyat hadislarni o'sha sahobalarni tushungan, ittifoq qilgan masalasini bu kishi hozir bizni zamonamizga unda bu kishi aytishlari bo'yicha hozir bizni kunimizga kelgan o'shanaqa san'at bilan hozir bog'lab berish kerak deyaptimi? Men tushunishimcha? Yo'q, unaqa durust tushunmadingiz. Ibn Kasir, shuni tushunyapman. Mufassir Ibn Kasir, Imom Tabariy, Ibn Abbosdan degan vaqtda Ibn Abbosdan deb Ibn Kasir orasida hech qanaqa sanad bo'lmagan bo'lsa qabul qilinmaydi. Chunki orasida qancha yil uzilish bor, tushunyapsizmi? Ibn Kasir Ibn Abbosdan dedimi, bog'langan bo'lish kerak. Aka, Ibn Kasirni bo'lmasa Taboriyni chekkaga surib qo'yamiz. O'sha Imom Buxoriyni o'zi bilan cheklansa bo'ladimi? Sizning gapingizdan hozir Ibn Kasir ham, Taboriy ham, ya'ni bu hujjatga yaramaydi degan narsa kelib chiqyapti. Imom Buxoriy, qarang, Imom Buxoriy, Imom Muslim hadis keltirgan bo'lsa, u hadislarni sharhiga qaraymiz, promo tushuna olmaymiz. Biz hadis Qur'onni olimlarning tushunishi bilan tushunamiz. Qaysi masalan payg'ambarning gapini qaysi olim payg'ambarlardan boshqa narsani aytyapti deb aytib berganmi? Ta'bir qilasizmi buni? Hadisda ta'birati bormi? Mutashobih hadislar bormi? Agar oyat hadisni hamma to'g'ri tushunganda hamma olim bo'lardi. Biz olimlarga muhtojmiz tushunishda. Kim aytib shuryapti hozir? Siz qaysi hadis to'g'risida aytyapsiz? Bitta hadis kelgan tushunmaydigan, mana shu yerda turgan bitta bir odamni chiqaramiz. Tushunmayapman shu hadisni. Olim tushuntirib bersin degan bitta hadis aytingchi bo'pti. Men sizga hozir qarang. Niso surasida oyat aytaman. Ya ayyuhallazina amanu atii'u Alloha va rasulahu va amrihi fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allohi va rasul. Qarang, bu yerda agar bir narsaga nizo qilsanglar, Alloh va rasuliga qaytaringlar degani. Biz qanday qaytaramiz Alloh va rasuliga? Men qaytaraman. Siz namoz o'qimayotgan odamlar Alloh va rasuliga. Qarang, Payg'ambar alayhisalom Alloh va rasuliga qaytdik, Allohning kitobiga qaytamiz, Rasulullohning hadisiga qaytaramiz. Siz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan hech qachon namoz o'qimagan odam fosiq degan gap aytib olmaysiz. Siz shuni olib kelasiz, Hanafiydan olib kelaman deysiz, Shofiydan, Molikdan olib kelaman deysiz. Sizga men aytamanki, aka, ismingiz Abdulloh bo'lsa, Abdulloh aka, siz Hanafiydan olyapsiz ekan, Shofiydan olyapsiz ekan, Molikdan olyapsiz ekan. Siz shuni olayotganingizni adolat deb bilasizmi? Shularga qalbi sokin topyaptimi? Ha, sokin topyapti, fosiq deb aytaman. Men Hanbalidan olyapman. Hanbali kofir degan desa, men ham haqqim bormi? Hanbali qayerdan olyapti bo'lsa, Burayda radhiyallohu anhudan olyapti. Al-ahdullazi baynana va baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar deyapti. Shuni keltiryapman. Abu Hanifa, Imom Ahmad desam bo'ladimi? Yo'q. Siz aytsangiz, yo'q, Abu Umar Rasulullohni mana bu yerda Imom Buxoriydan, Imom Muslimdan kim meni ummatimdan namoz o'qimasa fosiq bo'ladi, uni kofir desa bo'lmaydi degan hadis topib kelsangiz, ha, men sizni hujjatingizga ixtilof bo'lgan bo'ladi degan narsa. To'g'rimi? Ayting bo'lsa, mana siz dardingizni aytingchi. Siz men mana shu hozir Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kim shu namozni tark qilsa kofir bo'ladi deyapti. Buni Shofiy mazhabi, Maliki mazhabi, u Abu Hanifa mazhabi fosiq degan yerini aytsangiz aka, mana shu yerda shuncha odamni guvohlik aytaman, qaytib vallohi mana TikTokka chiqmayman, darsam bermayman. Fosiq degan yerini aytib kelsangiz, kofir bo'lmaydi, fosiq bo'ladi degan yerini o'zingiz aytganda shu sahih sanadlar bilan bitta joyda aytib beringchi. Namoz o'qimagan odamda hukmi fosiq degan yer vallohi yo'q. Uni oldida so'zlar bor. Sen aytmang, men sizni eshitiraman. Indamasdan boshqa masalaga o'tib ketmang. Benamoz odamda hukmini Qur'on sunnat bilan menga aytib bering. Men sizga mana aytib berdim edi. Va oyatni aytamanki, Alloh taolo Maryam surasining 59-oyatida fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattabahu shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Bu mahtalgan ummatlar orqasidan bir ummatlar keldiki, namozlarni zoya qiladigan, namozlarda vaqtini zoya qiladigan. Biz ularga tezda jahannamni o'zini ko'rsatib qo'yamiz dedi Alloh taolo. Ibn Kasir, Abdulloh ibn Mas'ud, sahobalardan Imom Buxoriydan hammasi so'zini aytayapti. Namozni vaqtini kechiktiradigan odamlarga Alloh taolo jahannamda ostini va'da qilyapti. Namozni tark qilgan odam biz kofir deb aytamiz deydi. Namoz, ya'ni fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata. Zoya qilishlik, namozni zoya qilishlikni, vaqtini zoya qilishlik, o'rnini kechiktirishlik aytadi. Namozni tark qilishlikda kufrda muammo yo'q. Xo'p, siz yana aytaman, siz bu fatvoni Hanafiydan olyapsizmi? Molikdan olyapsizmi? Shofiydan olyapsizmi? Shofiyda shu so'zni ayting. Arabchasini talab qilmay sizga. Sizni qiynamay, mot qilmaylik bir-birimizni, muruvvat qilaylik bir-birimizga. Asli odamlar qarab turibdi. Oddiy fosiq degan Abu Umar mana shu so'zda, mana shu kitobda ayting, olaman aka.
Men qarang, oyat hadislarni, sahobalarni bizdan yaxshi tanigan Abu Hanifa. Men shuning uchun Abu Hanifaning mazhabidaman. Abu Hanifaning tushunigi bilan tushunaman. Abu Hanifani bo'pti aka. Abu Hanifa, Abu Hammad, Abu Hanifa, Nu'man ibn Sobit. Shuni mazhabi, shuni e'tiqodini olasizmi? Bo'laman. Fiqhul akbar degan kitobida Kashfu shubahat degan shu bob bor. Aytadiki, "Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun" deb. Kim Alloh nozil qilgan narsalar bilan nozil qilmasa kofir bo'ladi dedi. Shuni ostida shu kitob, ya'ni shu hukm ostida rozi bo'layotgan odamlar ham kofirdir dedi. Hujjat olib keldiki, "Fastakhaffa qawmahu fa ata'u innahum kanu qawman fasiqin" deb. Fir'avn kelib xalqni qo'rqitdi, xalq bu itoat qilib Fir'avnni sen Robbimizsan yoki Xudo bo'lishga rozi bo'l dedi. Mana shuni olib kelib, kim qaysi hukmga rozi bo'lib qo'l ostida yashayotgan bo'lsa, boshlig'i ham kofir, qo'l ostidagilar ham kofir dedi. Siz O'zbekistonda podshosini kofir deb qo'l ostidagilarni ham hammasini shu Hanafiy mazhabiga ko'ra, aqidasiga ko'ra takfir qilasizmi? Siz temani o'zgartmang. Abu Hanifa namoz haqida nima dedi Abu Hanifa? Ha, barakat. Ha, barakat. Siz o'zingiz o'zgartyapsiz. Hanafiy gapini aytganing endi menga namoz haqida gapini aytganing bo'ldi. Ko'rdingizmi? Endi men sizga Abu Hanifadan shu murtakib kabiro, boyagi katta gunoh qilgan, shularning kofir emas ekanligiga dalil keltirsam, siz tavba qilasizmi aytgan gaplaringizdan? Gunoh kabira boshqa narsa. Gunoh kabira to'g'risi. Siz ustun namoz, ya'ni islomning ustunlari haqida bitta hamtasida inson islomdan qoladi degan hujjat Abu Hanifadan olib kelsangiz, men tan olaman, tavba qilaman. Mana buniyal islamu ala khamsin: shahadatu an la ilaha illalloh va iqomas salat va atuz zakat va hajjul bayt man istata ilayhi sabila. Mana shu asos bo'lgan. Mana shu asosda, bu asos boshqa, gunoh kabira boshqa. Men zinokorda, xotinini orqasiga yaqinlashib bo'lganda, aroq ichganda, talonchilik qilganda gunoh kabira deb bilaman. Uni takfir qilmaslikda bu bil islomiy xavorij emas, takfir qilingan. Siz islomning ustunlaridan keltirasiz Hanafiyda. Ya'ni ulamolar aytadi, 5 ta islomning ustunida iymonning 6 rukunlarida ta'vil yo'q, ixtilof yo'q. Eng mu'tabar ijmo sahobalar ijmosi, ijmoda sahobalar 5 ta ustunda birortasini ayirmagan. Abu Bakrdan Umar roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Men Abu Bakrning yoqasidan tutib, "Voy Abu Bakr, Rasulullohning sahobalarni o'ldirasanmi? La ilaha illalloh deyotgan odamlarni o'ldirasanmi zakat bermaslik uchun?" deganda, Rasulullohga berayotgan echkisini bolasini bermay qo'ysa o'ldiraman dedi. Rasulullohga 10 ta echkini berib, bitta bolasini qo'shib berayotganda bolasini olib qolsa o'ldiraman dedi. Umar roziyallohu anhu Robbimga qasam, bu Abu Bakrning qalbiga Alloh solgan to'g'ri yo'lida dedi. Kim islomning ustunlaridan birisini ajratadigan bo'lsa, bu butun ahli sunnaning ichida ixtilof yo'q, eng mu'tabar bo'lgan ijmo sahobaning ijmosi. Mana shu ijmo islomning 5 ta ustuni bir-biridan ayrilmaydi deydi. Bu iymonning rukunlaridan birortasi ta'vil yo'q deydi. U gunoh kabira boshqa masala. Yana qayta aytaman. Xotinning orqasiga yotib qo'ygan katta gunoh. Birovni qasddan o'ldirib qo'yishlik bu katta gunoh. Aroq ichishlik, o'g'rilik qilishlik, zino qilishlik, onasini yotib qo'ygan bo'lsa ham buni men takfir qilmayman. U gunoh kabira qilyapti. Shura qilyapti, lekin takfir qilmayman uni. Kofir bo'lgan deb. Siz hozir gunoh kabira qilmaydi deyapsiz, namoz gunoh kabira qilmaydi dedingiz-a? Islomning ustuni. Siz shunga dalil olib keling. Men bilgan narsani aytdim aka. Siz endi Hanafiydanmi, Malikiydanmi, Shofiydanmi shu narsaga so'zingizni olib keling. Siz gunoh kabiraga namoz qilmaydi deyapsiz. Endi shunga sahobadan dalil keltiring. Namoz gunoh kabira qilmaydi deganga. Sahobalar chaynalyapsiz. Yo'q, chaynatmayapman. Siz aytgandek sahobalarning fahmi bilan tushunamiz. Qaysi sahoba gunoh kabira qilmaydi namoz deb aytdi? Qilmaydi deb umuman payg'ambar sollallohu alayhi vasallam paytda benamoz bo'lgan odam bo'lmagan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bor musulmonlarni yozib keldi. Birinchisi 1700 yoki bitta hadisda 1500 ta odam yozib keldi. Va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, kim bizning qiblamizga qarab namoz o'qisa, bizning jonliqlarimizdan yesa, uni moli, joni, obro'si bizga harom dedi. Xo'p, mana hadis. Endi sahobadan keltiring. Namoz o'qimagan gunoh kabira qilmaydi degan. Namoz o'qimagan odam gunoh kabira. Axi bu odam bo'lmaydi bu. Asabim chidamaydi to'g'risi. Bo'ldi, shuncha dalil, shuncha hujjatni olmayapgan, bundan bag'iga ham yana bitta vagonda dalil hujjat olib kelsangiz ham olmaydi. Nima?